Hozirgi kunda metro yaqinida 68 mingga tayyor kirib yashaydigan hovli olishingiz mumkin desam hech kim ishonmaydi. Lekin bu haqiqat o'rtoqlar. Toshkent shahrida shunaqangi Chortoq mahallada Indeks bozoridan ozgina o'tganda joylashgan 067 sotuv maydonida 76 kvadrat metrli qilib qurilgan 4 ta xonali kottejlarni ko'rsatib beraman. Hovliga bemalol mashinangiz kirar ekan, o'rtoqlar 4 ta xonasidan tashqari 2 ta sanuzellari ham qilingan. 12 ta kottej bor, arzon optim narxlarda berib yuborishadi. To'lov usullarini ham bemalol telefon qilib gaplashib olsanglar ham bo'lar ekan. Qaranglar o'rtoqlar, planirovkani birinchi qavatimizda oshxonani ko'rdinglar. Endi bu yoqda keng mo'l ajoyib bir mehmonxonalarimiz bor. Hovlisiga qaragan oynalarni qilingan. Endi o'rtoqlar qaranglar, qanaqa qilib 4 ta xonani 0.67 sotuvga sig'dirishgan. Ikkinchi qavatda o'zida 3 ta xonani ko'rishingiz mumkin. Birinchi xonamiz to'pli pollar qilingan. O'rtoqlar, kvartirani puliga 2 xonali, 3 xonali kvartirani birga mana shunaqa yangi hech kim yashamagan 4 xonali hovli ovozda qaysi biri ma'qul siz uchun yozib qoldiringlar o'rtoqlar. Bu videoni bo'lsa arzon narxda hovli qidirayotgan do'stlarimizga tezda yuborib qo'yinglar.